Bugungi kunda bizning bütün munosabatlarimiz, barliq aloqalarimizning hammasi manfaatga bog'langan. Eng xatarligi bizning Alloh bilan bo'lgan munosabatimizmi manfaatga bog'lanib qolgandek bir holat kelyotidi. Ya'ni bizning iymonimizmi manfaatga bog'lanib qolyotidi. Masalan, biz bir qiyinchilik uchragan vaqtida Allohga duo qilamiz, Allohga yolvoramiz. Ammo qiyinchilik bo'lmagan vaqtida, xotirjam vaqtlarimizda bo'lsa, Allohni unutamiz. Bir odam maishni qilmang yoki ma tijoratga maishni aralashtirmang, bu islomda cheklangan, bu xato, Alloh cheklagan desa, uni qabul qilmaymiz. Ya'ni biz qiyinchilik bo'lgan vaqtida duo qilishga lozim bo'ladigan, yolvorishga lozim bo'ladigan, ammo yashashimizga, tijoratimizga aralashmaydigan bir iloh, bir Alloh xolayotimiz. Nima undaq ish bo'lsin? Bir odam iymon etdim, Allohga ishondim deydi ekan, ko'ngliga yoqsin yoki yoqmasin, o'zi to'g'ri ko'rsin yoki to'g'ri ko'rmasin, uni qabul qila olgan vaqtida undan haqiqiy iymon etgan bo'ladi. Alloh taolo hammamizning iymonini sop qilib bersinki, hargizmi manfaatimizga bog'lanib qolmagan, ko'nglimizga yoqsin yoki yoqmasin, uni qabul qila oladigan haqiqiy samimiy iymon ato qilsin.